Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin dindoshim. Videorolik kengroq tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shgan holda videorolik ostiga like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. Dunyoning ishlari g'alati. Ba'zida kattalarning xayoliga kelmagan o'y-fikrlar yosh bolaning chuchchi tillaridan chiqib tursa, haqiqatan shunaqamikin deb o'ylamaslikning iloji yo'q. 6 yashardan o'tib borayotgan qizim kecha-kech "Yuring aya, uxlaymiz" deb qoldi. Ko'zim televizorda. Hozir deb o'tiraverdim. Qizim, Alloh menga uyquni bog'lab bergani yo'q. O'zingizdan ko'ring. Uyqum qochsa sizni ham uxlatmayman deb qoldi. Biroz o'tirib hammamiz kulib yubordik. Akalari hayron. Madina uyqu qayerga qochadi? Uygami, divangami deb so'rasalar, qizim, uyga ham, divanga ham qochmaydi. Sizlar hammangiz uxlab qolsalaring, men uxlay olmayman. Qo'rqaman. Yolg'izlikdan qo'rqaman. Kim bilandir gaplashkim keladi. Keyin gaplashaman dedi. Kim bilan gaplashasan, asal qizim? Deb qizimning gaplaridan xavotirga tushib so'radim. Biz uxlagandan keyin biror narsa ko'ziga ko'rinarmikan degan xayolga bordim. Qizim, Alloh bilan gaplashaman. U menga chiroyli o'ylarni ko'rsatadi, bog'larni ko'rsatadi. O'sha yerda o'ynab keyin uxlab qolaman dedi. Qizimning gaplaridan ko'zim yoshga to'ldi. Yana so'ragim keldi. O'sha chiroyli uylarda, bog'larda bizni ham ko'rasizmi? Degim keldi-yu, so'ra olmadim. Chunki yo'q, ko'rmayman degan javob bo'lishidan qo'rqdim. Jannat so'zi arabchadan olingan bo'lib chiroyli bog'lar ma'nosini bildiradi. Bolalar beg'ubor, begunoh bo'ladilar. Ularning ko'rganlari jajji yolg'onni bilmas tillaridan chiqqan. So'zlari haqiqatdan yiroq emas. Men qizimni keyin ham o'sha bog' uroqlarda yurishini, chiroyli qasr uylarning go'zal malikasi bo'lishini yolg'iz Allohdan so'rab qolaman. Ayni yashayotgan paytingizni imkon deb biling. O'tmish uchun qayg'urmang, kelajakdan esa xavotirlanmang. Biz uchun bugun bor quyoshli tong va nafas olish imkoni bor. Shunday ekan, hayotimizning yana bir sahifasini yaxshi amallar bilan to'ldiraylik. Kecha emas, bugun bilan yashaylik. Bugunimiz go'zal xotima topsin. Bugun ulguraylik. Bugun erishaylik, bugun uddasidan chiqaylik va bugun baxtga erishaylik. Siz Allohning yagona yaratganisiz. Sizni o'xshashingiz bo'lishi mumkin, ammo siz emas-da u. Buni doimo yodingizda tuting va quvonch bilan yashang. Xulosa o'zingizdan.